Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Xudo xolasa Bag'at Chiropa geldik. Bere 6 dana akfayna, tashqari tarafı Ford TV, ichkari tarafı ak, shishalari uzun svetine mos ravishda Ford TV yo'kanadan salib berildi. Keyin ikki tabaqali temir eshigimizdan ikkini, bir tabaqali temir eshigimizdan birini qurib berdik. Ustanovka jarayonida hammasini batafsil danışib görüp borishingiz mumkin. Xudo xolasa bizler sizler için hareketlerimiz Xudo xolasa görüp like basıp paylaşıp boring. Hozir yana adresini tushuntiramiz sizlarga. Lokatsiya bina Yangiariq Bag'at Xiva yo'li. Yo'lning ustida, yo'lning tengida. Ban tarafdan Yangiariq tarafdan kelasiz. Ban tarafdan Bag'at tarafdan Hazarsiz tarafdan. Hazarsiz yo'li sentralni yo'l. Şundan gelaverişte birlemci joy. Yine 7000 seriyada akfaynalı o'rnatildi. İki tabakalı temir işçimiz yine ustanıp getdikmiz. Xudo xolasa buni ustanıp getib hozir tanishtirib o'tamiz. Yine ko'cha tarafa ikki dana akfayna, banda yan başında ikki dana akfayna var. Şişelerine, aynanın materialına ahamiyat berasizlar. Bir xil pasonda eshikka passivitativ ishladik. Eshigimizdan dizaynini görüp baha beraversizlar. Xudo xolasa neobishniy stilda framogalarni ham high-tech uslubida ishladik. Neobishniy stilda qora nijveykalarni o'zina mos ravishda o'rnatib 1.8 islardan eshigimizni ishlab ko'ramiz. Mana ham dugalari Nijverka ertangi bugun chirimaydi, zanglamaydi, kraska tashlamaydi. Shunga mos ravishda ikkisi bir firmadan ishlangan Frida degan zamoklarimiz. Buni dizaynini ham ko'rib baho beraverasizlar. Zamoklarni quloqlarni ahamiyat bersangizlar, katta quloqdan 3 dan qo'yilgan. Laklarni, kraskalarni yaxshilab sapib ko'ramiz. Naval firmaning laki, Dayva kraska, gruntovkalar ham 5+1 Naval firmaning gruntovkalari. Do'stlar, bu eshigimizni ram joyi ham ochiladi. Aynan joyi ram etib ishlangan. Ram ishning fasonda. Hozir yana sizlarga ochib baylab ko'rsataman. Shu bir qo'lda spokойно beklanadi. 100% kafolatli. Eshigimizni qalingina keladigan bo'lsak, qalingini ham ko'rib boring. 8 cm. Arka taraflari alikabond. Eshigimizdan gram ham tovush chiqmaydi. Nechun desam, buni ichkari tarafi profillardan aylangan отдельный rezinka yopishtirish uchun eshigimizni o'zining palatasida 2 kat rezinkalar bosilgan. Zamok joylari. Sasendan baho berasizlar. Yana ichkari tarafina bu pastdagi gözlarni ichkari tarafi kristal oyna solindi. Ichkari tashqaridan ko'rinmasligi uchun. Nechun desa Ford TV oynamiz ichkarining svetini yoqqan vaqti tashqari qorong'i, ichkari yorug'lik uchun Ford TV prosto oynadan bo'lib o'zini rangini yo'qotib qo'yadi. Shuning uchun ichkari ko'rinmasligi uchun bezopasniy gulli kristal oyna solib qo'yamiz. Ramlarına keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Akkuratniy qilib ishlab qo'yamiz. Hamma yerda rezinkalar yopishtirilgan. Do'stlar, mana shishalar ham 2 kat. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Xudo xolasa shu
Şu Rahmatcan brend eshiklarni, ya'ni yuzlarimizni aloqa ochib berasizlar. Eshikimiz namazına chang bo'lgan, e'tibor bersangizlar, xudo xolasa yuvib sirgandan keyin chotga olib turadi. Remontlardan keyin tozalanadi, xudo xolasa. Bir adinonga birlashishga o'rnatdik. Mana ham ko'raverasizlar. Mashina krasiga sifatli variantda. Hurmatli kuzatuvchilar, yana ustanovkamiz ham yakunlab bordi. Xudo xolasa bu ikki tabaqali eshikimizni ham ko'rib baho beraverasizlar. Hammasi pasvet bir xil bo'ldi. Hech qanday o'zgarish yo'q. Zamoqlar ham bir xil. Yana ochib beklanishini ko'raverasizlar. Qo'lni ucunda açıp beklenadi. Neobishli stilda. Ne oluyor? Sef pason bo'ldi mı? Çizsin. Sef eshik bo'ldi. Shumka bo'ldi ham yeri 100%. İçi tüplü tili var. Arkaları elikabond. Arkaları elikabond. Şurup dayan narsa yok. Duayno rezingeler. İşçinin rezingelerinden göreyim. Hasa bizler qaytdik. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, bizani kuzatishda davom eting. Xudo xolasa shunday yaxshi, sifatli hamyonbop eshiklarni chiqarib sizlarga ko'rsatib boramiz.